Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Haqiqiy üzüm teli özümdür men. Atam Xudo bo'lsa, bog'vandir. Bog'van mendiki meyve bermaydigan har bir shoxni kesib tashlaydi. Meyve berganlarini bo'lsa, texmi ko'p meyve bersin deb tutab turadi. Sizlar tutalgan shoxlarga o'xshash bo'lib, men sizlarga yetkazgan so'zlar orqali allburun pok bo'ldinglar. Sizlar menda bo'linglar. Menmu sizlarda bo'laman. Shox talda bo'lmay turib, o'zligidan meyve berolmaydigandek, sizlarmu menda bo'lmasanglar meyve berolmaysizlar. Üzüm teli özümdürmen. Sizlar bo'lsanglar, shoxlari sizlar. Kim menda bo'lsa, menmu uningda bo'laman. Shundaq bo'lganda, u ko'p meyve beradi. Chunki Xudo yoqtiradigan har qanday ishni mensiz qilolmaysizlar. Menda bo'lmagan kishi keraksiz shoxlarga o'xshash tashlab etilib, qurib ketadi. Bundaq shoxlar yig'ib o'tqa tashlanadi. Sizlar menda bo'lsanglar va so'zlarim sizlarda saqlansa, nemini talab qilsanglar, shuningga erishsizlar. Sizlar ko'p meyve berishinglar orqali mening shogirdlarim ekaninglarni isbotlaysizlar. Bu otamga shon sharaf elib keladi. Otam meni so'yganidek, menmu sizlarni so'ydim. Mening mehr muhabbatimda bo'linglar. Agar amirlarimga amal qilsanglar, xuddi men otamning amirlariga amal qilgan va hamisha uning mehr muhabbatida bo'lganimdek, sizlarmu hamisha mening mehr muhabbatimda bo'lasizlar. Bularni sizlarga xushalligimdan bahramon bo'lsin va xushalligi to'lib toshsin deb aytdim. Mening amrim shuki, men sizlarga mehr muhabbat ko'rsatgandek, sizlarmu bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. O'z do'stlari uchun jinini pido qilishdan cho'nqur mehr muhabbat yo'qdir. Sizlarga buyurgan amirlarimni ado qilsanglar, mening do'stlarim bo'lasizlar. Endi sizlarni chakar demayman. Chunki chakar xo'jayinning nima qildiganligini bilmaydi. Uning o'rniga sizlarni do'st deyman. Chunki otamdan anglaganlarimning hammasini sizlarga yetkazdim. Sizlar meni tanlag'inglar yo'q. Aksicha, men sizlarni tanladim. Men sizlarni meyve bersin hamda meyvelaringlar menga saqlansin deb tayinladim. Mushundaq meyve berganinglarda mening nomim bilan otamdan nima tilsanglar, otam shuni beradi. Sizlarga shuni amr qilamanki, bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlansa, sizlardan avval mendan nafratlanganligini bilinglar. Sizlarmu bu dunyoning odamlaridan bo'lgan bo'lsanglar, bu dunyoning odamlari sizlarni o'zining deb so'ygan bo'ladi. Biroq men sizlarni bu pog'ni dunyodan ayirib tanlaganim uchun endi bu dunyoga mansub emassizlar. Shuning uchun bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlanadi. Men sizlarga aytgan so'zni esinglarda tutinglar. Qul xo'jayindan ustun turmaydi. Menga ziyonkashlik qilganlar sizlarga ziyonkashlik qiladi. Mening so'zimga amal qilganlar sizlarninkiga amal qiladi. Mening nomim sababidan ular sizlarga ziyonkashlik qiladi. Chunki ular meni avat kuchini tonimaydi. Agar men kelib ularga ta'lim bermagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Lekin hozir ular o'z qilmishlarining yomon ekanligini bilmadik deyolmaydi. Ularning mendan nafratlanganligi otamdanmi nafratlanganligi bo'ladi. Men ularning orasida boshqa hech kim qilib boqmagan ishlarni qilmagan bo'lsam, ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi. Amaliyotda ular mening qilgan ishlarimni ko'rgan, shundaqdimi yana mendan va otamdan
nafratlendi. Lekin bunun bilan muqaddas yozmada yozilgan hech qandaq sababsizla mendin nafratlendi degan so'z amalga oshirildi. Men sizlarga otamning yenidan yordamchi, ya'ni haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhni avatman. U otamning yenidan kelib menga guvohlik berdi. Sizlarmu menga guvohlik bersizlar. Chunki sizlar boshdan tortib men bilan birga bo'ldinglar.